Terma jamoasi darvozasini Vladimir Stoykovich qo'riqlamoqda. Ikkinchi raqamda Antonio Rukavina, 11-raqamda Aleksandr Kalarov, 15-raqamda Nikola Milinkovic, 13-raqamda Milosh Velkovich, 21-raqamda Nemanja Matic, 10-raqamda Dušan Tadić, 20-raqamda Sergey Milinkovic Savic, 17-raqamda Filip Kostic, 9-raqamda Aleksandr Mitrovic, 22-raqamda Adem Ljajić harakat qilyapti. Mladen Krstajić ana shunday tarkibni olib kelgan va ekranlaringizda aynan Serbiya terma jamoasi futbolchilari bugun qizil libosda harakat qilishayotganligini anglab olsangiz bo'ladi. Birinchi turda birinchi bo'lib gol urgan, mana shu guruhning birinchi golini urib bergan Kalarov jamoa sardori sifatida hakamlarning oldiga yetib keldi va bu tomonda Braziliya terma jamoasi sardori 3-raqam Becker, 22-raqamda Lemes Conserva Fagner o'ynayapti, 12-raqamda Marcelo, 2-raqamda Thiago Silva, 3-raqam ostida Joao Miranda jamoa sardori hozir ko'rdingiz, 5-raqamda Casemiro, 15-raqamda Paulinho, 11 Filipe Coutinho, 19-raqamda Willian o'ynayotgan bo'lsa, 9-raqam Gabriel Jesusga topshirilgan, 10-raqam Neymar. Siz uni bilasiz, taniysiz, yaxshi ko'rasiz menimcha. Va Leonardo Bakshitite bugungi uchrashuvda Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida maydonga kelgan. Ana shunday gaplar, qadrli futbol ishqibozlari, parallel ravishda Shveysariya Kosta Rika bilan bahs olib boryapti va UzReport telekanali orqali siz bu uchrashuvni ko'rayotgan bo'lsangiz, Shveysariya hamda Kosta Rika terma jamoalari o'rtasidagi o'yinni parallel ravishda Futbol TV kanalida tomosha qilishingiz mumkin. Va o'yinlarning maqomini ochig'i ayta olmayapmiz. O'yinlarning maqomi shunday bo'lib ketyaptiki, muhim deb sanaganimiz ba'zan muhimlik darajasidan tushib qolyapti. Muhim deb o'ylamaganimiz narigi tomonda, misol uchun bugungi Shvetsiya hamda Meksika terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni mana shu o'yinning ikkinchi bo'lim maydoni 3 ga futbolchilar hisob ochilishi mumkin. Ha, qadrli futbol ishqibozlari, gol! Paulinho gol kirityapti. Men qoyil qolaman shu futbolchiga. Barselona mana shu Paulinhoni haqiqiy bir yetakchi, iqtidor egasiga aylantirdi. Xitoy Superligasida o'ynab yurib, Tottenhamda joyini koreyalik futbolchiga topshirib qo'ygan Paulinho yasashdi. Barselona yasab berdi va Barselonaga ketguncha terma jamoada ham o'ynab turdi. Tite, Barselona, Guardiola uslubi mana shu yerda uzviy bog'liqligi ko'zga tashlanmoqda. Nozik harakat qildi. Paulinho katta, baquvvat futbolchi, nozik o'ynadi. Boya Mitrovic gol ura olmagandi-ku, ana shunga javob o'laroq qabul qilaverasiz. 1-0 Braziliya oldinga chiqib oldi. 0-1 aniqrog'i. Serbiya endi vabankka yurishiga to'g'ri keladi. Boshqa chorasi ham yo'q. Shveysariya Kosta Rika ustidan g'alaba qozonyapti. Maydonga kelgan. Ana shunday gaplar, qadrli futbol ishqibozlari, parallel ravishda Shveysariya Kosta Rika bilan bahs olib boryapti va UzReport telekanali orqali siz bu uchrashuvni ko'rayotgan bo'lsangiz, Shveysariya hamda Kosta Rika terma jamoalari o'rtasidagi o'yinni parallel ravishda Futbol TV kanalida tomosha qilishingiz mumkin. Va o'yinlarning maqomini ochig'i ayta olmayapmiz. O'yinlarning maqomi shunday bo'lib ketyaptiki, muhim deb sanaganimiz ba'zan muhimlik darajasidan tushib qolyapti. Muhim deb o'ylamaganimiz narigi tomonda, misol uchun bugungi Shvetsiya hamda Meksika terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni baribir uramiz deyishyapti. Va gol! Urishyapti o'sha golni. Thiago Silva tomonidan kiritilayotgan gol. Topdimi? Nahotki deb savol bergandim. Ha deb javob berishdi Braziliya terma jamoasi vakillari. 2-0. Sensatsiya bo'lmaydi, deyapti Braziliya. Yetadi bir kunga Germaniya deyishyapti. Jahon chempionatidek bo'lsin deyishyapti. Haqiqatan ham Serbiya ajoyib terma jamoa. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin uning taqdiri hal etilayotgan o'yin Braziliya bilan bo'lib qoldi. Nachora. O'yin qoidasi aslida Miranda tomonidan buzilgan ekan.
Mening insof yo'q. Miranda ham tortgan ekan. Mitrovic. Mana bu planda ko'rinadi. Ha, o'yin qoidasi buzilmagan va deyarli bo'sh qolgan darvozani ishg'ol etyapti. Neymar, men to'pni uzatdim deyapti. Men